Assalamu alaikum. Qalbinur Arif'nin köpçülükü tavsiye qilgan kompozitsiyasini men qo'llab-quvvatlayman. Bugun filologiya fanlarining nomzodi Olim Rahmatjon Yusupov estafetini bana avatibdi. Rahmat. Mening yozgan asarlarim pyesalar, povest, hikoyalar bo'lg'ashqa bu kompozitsiyaga sig'maydigan deb turdim. Şunlaşqa ataqlıq şairimiz Xil Lamra'nın şiirini oqishdan başlaydı. Munacet. Ey nigar ishqingni sen o'zgaga jafo qilma. O'zgaga jafo aylab jinimga jafo qilma. Azaldim meni taqdir senga qilgan pervona. Kirpigimni o'qyaq bag'rimdan aka qilma. Sayxoni kabi lavlab mehring yondi qalbimda. Shunga ishqi firoqingni boshqaga ato qilma. Senin vesling uchun her daim dert tatışqı tayyorman. Manga bakmay hayatımda unutulmaz hata qilma. Yar ismini tekrarlab munojat eyledim tangda. Emragı nigar bolsang namertga vafo qilma. Nima degan go'zal, nima degan boytin. Men yoshroq paytlarimda teatrimizdagi Naqshchilarga, naqsh tekstlarni yezdirgan vaqtlarim bo'lgan. Lekin mening she'rim Xil Lamra'nın dengiz shalqinlaridek davulg'ib turgan lirikalik chashmalariga tamchidakmi tankash bo'lolmaydi. Shunda men ilgirdak yozgan bir şiirimle naqsh tekstini o'qiyman. Uyg'ur qizi. Dastan yazsam azlık kılar seni küylep Uyg'ur qizi. Ta'rif desem tilim yetmez xisletingni Uyg'ur qizi. Himmetingni bayan qilsam ilhamımda Uyg'ur qizi. Nazuk ko'ngil tuman bassa Yaşımda Uyg'ur qizi. Qayg'u muğum vaz kechidu. Seni ko'rsam Uyg'ur qizi. Nazuk yurak tar chekidu. Naqshi etsam Uyg'ur qizi. Anar yüzü, cho'lpon ko'zi Uyg'ur qizi. Umoq ko'zi, shirin so'zi Uyg'ur qizi. Qit'alarga rahmat.